O'quvchilar, sizlar bilan o'tgan darsimizda ikkinchi jahon urushining va uning oqibatlari mavzusini boshlagandik. O'shani birinchi qismi bo'yicha sizlarga uyga topshiriqlar berganman. Darsimizni boshlashdan oldin esa davomatdan aniqlab olishimiz kerak. Marhamat, davomatchi o'quvchimiz bugungi darslarda kimlarga qayta olasiz? Bugungi darslar sifatli asoslashganida, ikkinchisi esa qo'llashlar ozod qilingan hamda qo'llashlar sayyora sababli mazasi yo'q uchun darsda yaxshi rahmat aytib oling. Avvallariga aziz o'quvchilar, o'tgan darsda ikkinchi jahon urushini boshlaganmiz. Bugun mana shu mavzu bo'yicha olgan bilimlaringni sinovdan o'tkazib olaman. Undan oldin sizlarga tushuntirib o'taman. Mana shu qo'limizdagi ko'rgazmada bir necha savollar yashiringan. Bundan sizlar chiqdi, tanlab olgan holda javob berishlariga to'g'ri keladi. Faqat buni bittasida omad deb yozilgan. Agar kimga tushsa, o'sha bugungi darsda savollarga javob berilmagan holatda 5 olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunchaki o'zimizni omadimizni sinab ko'rishimiz mumkin. Qaysi ekanligini o'shanda bilib olib, qolganda topganda bilib olasiz. Kelishdimi? Kim xohlaydi, kim boshlab beradi? Marhamat, Tursunboyeva. Savollarga javob berishingiz ham kerak bo'ladi. Savolni o'qing. 1933-yil yanvarda Germaniyada qaysi partiya hokimiyat tepasiga kelgan? Germaniyada qaysi partiya hokimiyat tepasiga kelgan? 33-yil. Javobingiz yo'qmi? Kim yordam bera oladi? Samandar 1933-yil Germaniya Nasional-sotsialistik ishchi partiyasiga kiradi. To'ppa-to'g'ri, Nasional-sotsialistik ishchi partiyasi hokimiyat tepasiga keyingi sinovlarda o'zingizni sinab ko'rasiz. Keyin kimdan ko'ramiz? Tezlashinglar bolalar. Ko'chish bo'lmasin. Keyin yana Dilnovoz, marhamat. Myunxen kelishuvi qaysi davlat masalasi hal qilingan? Myunxen kelishuvida Chexoslovakiyaning Sudet viloyati hal qilingan, chunki o'sha Germaniyani ko'p qismi Sudet viloyatida yashaganligi uchun uni Chexoslovakiyaning Sudet viloyatini menga berishlarini so'rab iltimos qilgan. Germaniya o'ziga olishdi. Sudet viloyatida nemis xalqi yashagan. Yaxshi, qoniqarli, rahmat. Keyingisi kim tayyor? Haydarov, marhamat do'stiga. To'g'ri turib olib, savolni o'qiysiz. Savol German xalqi necha yil muddatga urush qilmaslik to'g'risida imzolangan edi? 10 yil. 10 yil muddatga qaysi davlat o'rtasida to'liqroq javob bering? Germaniya bilan SSR. SSR davlatlari o'rtasida 10 yil muddatga tuzilgandi. Juda yaxshi. Yana kimdan eshitamiz? Kim yana tayyor? O'zgalar o'zini sinab ko'radi. Hali omad degan kartochkamizni chiqib topmadi. Omadlaringizni sinab ko'ringlar. Xohlovchilar bormi? 3 tagina qolibdi. Kimda yana? Samandar o'zing yana sinab ko'rasan. Marhamat. Qaysi davlat Germaniya tomonidan Anschluss qilingan? Qaysi davlat Germaniya tomonidan Polsha. Anschluss qilingan? Polsha. Bu javob noto'g'ri. Polsha Anschluss qilinmagan. Kim javob beradi? Muborak. Avstriya davlati edi Anschluss qilingan. Sizga hozircha baho qo'ymaymiz. Ikkita imkoniyat qolyapti. Shundan bittasiga savolga javob berilmagan holda 5 baho olishimiz mumkin. Edilbek do'stiga. Oxirgisi qolsa o'ynamaymiz. Bugungi darsda deyish. Sizga bugungi darsda omad Edilbekga kulib boqdi, savollarga javob bermagan holda. Shunchaki kunda bugungi kun senga omadli ekan. Oxirgi savolda kim o'zini sinab ko'radi? Uyga berilgan topshiriq bo'yicha. Nahot bunaqangi murakkab savol emas. Tezlashamiz, bo'ldi. O'qiyapsizlar. Mayli, shu bitta savol o'ynamingiz bo'lmasa. E'tibor 'E'tibor qilinglar, keyingi topshiriqqa o'tib ketamiz. Rejalar bilan. Rejalar bilan o'tib ketamiz. 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 Rejalar bilan o'tib ket
tanishishimizni o'tkazib yuboramizda urushda boshlanishi bo'yicha tarixiy sanalar. Bu sanalarga ahamiyat berasizlar, yaxshilab eslab qolishga harakat qilinglar. 1939-yilda bo'lgan voqealar 23-avgust, 1-sentyabr, 3-sentyabr, 17-sentyabr, 27-sentyabr hamda 30-noyabr. Hammasi urush boshlanishi yillarda bo'lgan voqealar. Ana endi bu voqealarni kichkinagina videoroligimizda ham tomosha qilamiz. Faqat bu tinchlik saqlaysizlar, ovozini tushirganman. Shunchaki e'tibor beringlar, tasvirga qaranglar, nima haqida gap ketayotganligini olgan bilimlaring bo'yicha bilib olasizlar. Sanalar o'tyapti, ahamiyat beringlar. 23-avgust, 1-sentyabr, 3-sentyabr, 17-sentyabr, 27-sentyabr, 30-noyabr. Yetadi. Tak. Savollarimizga qaytamiz endi. O'sha sanalar, to'g'rimi? Endi sizlar bilan mana shu sanalar bo'yicha bilimlarni sinab ko'ramiz. Kim menga javob beradi? 23-avgustda qanday voqea sodir bo'lgan? Samandar yana Germaniya va SSR o'rtasida Sovet German pakti imzolandi. Moskvada. Yaxshi. Ikkinchi savol. 1-sentyabrda qanday tarixiy voqea sodir bo'lgan? Dilnoz 1939-1-sentyabrda Germaniya Polshaga bostirib kiradi. To'g'ri. Uchinchisi 3-sentyabr holatiga. Muborak. Polshaga yordam berishni va'da qilgan Buyuk Britaniya bilan Fransiya 3-sentyabr kuni Germaniyaga urush e'lon qildi. To'g'ri. Keyingisi 17-sentyabr sanasi. Haydar 1939-yil 10-sentyabr kuni Polshaga SSR askarlari bosib kiradi. to'g'ri. 27-sentyabr. 30-noyabr. Bu darsligimizda yo'q savollarida atayin qo'ydim. O'quvchilar ahamiyat bergan bo'lsalar, bunda ba'zi boshqa voqealar bo'ldi. Eslab qolishga harakat qilishlari kerak. O'zim izoh berib o'taman. 27-sentyabrda SSR hamda Germaniyani Polshani bo'lib olganligi to'g'risidagi qo'shma paradi Polsha hududida bo'lib o'tgan. Va bunda Polsha davlati butunlay siyosiy xaritadan yo'q qilinganligi tantanali ravishda nishonlangan. 30-noyabr kuni esa SSR davlati Finlandiyaga qarshi urushni boshlagan. O'sha tarixiy voqealar tasvirda ko'rsatilgan edi. Uyga masalalar navbatdagi qismga o'tamiz. Men sizlarga qo'shimcha topshiriq sifatida uyda SSR davlati Gitler Germaniyasi urush davridagi hayotga olish qiziqarli ma'lumotlar topib kelish haqida topshiriq berganman. Kim tayyorgarlik ko'rib kelgan internet ma'lumotlari asosida? Kimda? Habibullayeva marhamat. Faşistlar qurboni bo'lgan Adolf Hitler 1945-yil 30-aprelda rafiqasi Yeva Braun bilan o'z joyiga suiqasd qiladi va unda Hitler o'zini otib o'ldiradi, rafiqasini esa tanasi benzinga yoqilgan holatda qolib topiladi. Juda ham ayanchli holat, to'g'rimi? Hali bugungi darsda bu haqda yana to'xtalamiz. Hitler o'zini rafiqasini benzinda yoqib yuborib, o'zini joniga suiqasd qilgan ekan. Rahmat. O'tiring, yana kimdan eshitamiz? Marhamat, Dildora. Adolf Hitlerning ota-onasi qarindosh bo'lganligi uchun bu haqda juda qisqa va noaniq ma'lumotlarni aytib o'tgan. Yaxshi, uni ota-onasi qarindosh bo'lganligi haqida ma'lumot qiziq demoqchisizlar. To'g'ri, yana kimdan? Kim tayyorgarlik qilgan? Kamolaxon. Butun hayoti davomida Adolf Hitlerga nisbatan 20 marta suiqasd uyushtirilgan bo'lib, undan birinchisi 1930-yilda, oxirgisi 1944-yilda amalga oshirilgan. Demak, fashistlarning dohiysi Fyureriga jami 20 marta suiqasd uyushtirilgan ekan. Yaxshi, yana bormi? Kimda? Javob. Yoshligida Adolf Hitler tasvir san'atga juda qiziqqan, lekin onasi xohlagandek amaldor emas.
o'sha tasviriy san'at san'atga qiziqish bois 2 marta o'sha tasviriy san'at akademiyasiga topshirgan, lekin o'sha imtihonlardan yiqilgan, lekin o'zini chizgan rasmlarini sotgan ham. Hattoki sotishga ham erishgan ekan-da. Juda ham qiziq ma'lumot ekan. Yana kimda eshitamiz? Kimda bor shunday ma'lumotlar? Uyda mustaqil tayyorgarlik ko'rganlar bormi? Sizdan eshitamiz, marhamat. Umidaxon. Ikkinchi jahon urushi natijasida bir qancha davlatlar mustaqillikka erishgan. Bular Efiopiya, Livan, Vyetnam, Islandiya va Indoneziya. Juda ham yaxshi. Demak, ikkinchi jahon urushi ba'zi davlatlarda mustaqillikka erishishiga sabab bo'lgan ekan. Yetadi, vaqtimiz qisqa, qolganlarini keyingi darslarda so'rab olishga harakat qilaman. Javoblar bilan tanishib o'tamiz, boya aytilgan. E'tibor beringlar. Demak, hamma javoblar to'g'ri berilganligini kuzatishimiz mumkin. Ribbentrop-Molotov pakti deb ataladi. Bu narsa to'g'rimi? 10 yilga berilgandi. Polshaga hujum qilishi, Fransiya hamda Buyuk Britaniya Germaniyaga urush e'lon qilganligi, Polsha hududiga SSR qo'shinlarining kiritilishi hamda men aytgan ikkita voqea. Endi sizlardan o'sha qolgan joyimizdan mavzuni davom ettirishga harakat qilamiz. Diqqat qilasizlar, bu yerda Urushlar pakti va Atlantik xartiya haqida gap ketyapti. Bu urushning asosiy qarama-qarshi tomonlari, ya'ni kuchlari hisoblanadi. Bunda men sizlarga yanada bilimlarni boyitish maqsadi davlatlar nomi emas, siyosiy bayrog'ini ko'rsatganman. Topishga harakat qilinglar. Urushlar paktidan boshlaymiz. Demak, 40-yil sentyabr oyida imzolangan rasmlar o'rtasidagi shartnoma qaysi davlatlar o'rtasida ekan? Birinchisi, demak, Germaniya, ikkinchisi Italiya, uchinchisi Yaponiya. Yaxshi bilar ekanmiz. Atlantik xartiya 41-yil avgust-sentyabr oylarida to'liq shaklda tuzilgan. Bu davlatga kirgani endi hamma biladi, AQSh davlati, Buyuk Britaniya hamda SSR davlatlari to'ppa-to'g'ri. Demak, asosiy 3 ta, jami 6 ta davlat urushda asosiy ishtirokchi davlatlar hisoblanadi. Endi bu Urushlar pakti hamda Atlantik xartiyaga qo'shilib ketgan davlatlar ham bor. Butun urush davomida. Ba'zi shunday bir davlatlarimiz borki, hattoki urushda bir tarafdan ikkinchi tomonga ham o'tib ketishga harakat qilingan. Mana shunday davlatlarimizni sizlarga tarqatilgan hozirgi kartochkalarimizda bilib olishimiz mumkin. Demak, meni qo'limdagi ko'p kartochkada fashistik tashkilotlar yoki fashistik davlatlarning nomlari yozilgan. Buni menga yordam berib oladi ikkita o'quvchimiz, Dilnavoz. Tarqatvoring, har bir o'quvchiga ikkitadan berishga harakat qilasiz. Yana mayli, sizlar yordam bering, Gulmuroqqa vaqtimiz ketmasin. O'z qatoringizga. Hamda har bir o'quvchiga ikkita. Agar yanada ortib qolsa, buni keyin gaplashamiz. Tezlashinglar, vaqtimiz juda kam. Hamma qo'liga olgan kartochkalarni ikkita qo'liga olib, men aytaman, ko'tarishga harakat qilasiz. Kimda oq, kimda ko'p qo'lishda. Hammaga yetdimi? Ortiqchalari bormi? Orqada qizlar yetdimi hammaga? Yigitlar sizlarga? Yetti, juda yaxshi. Mana yana shuncha ortiq bor. Qaralar, meni qo'limda 15 dan ortiq yana davlatlar bor. Bundan biz nimani ko'taramiz? Men qo'limga ikkita davlatni olaman va ko'tarishga harakat qilamiz. Demak, hamma ikki qo'lni mana shunday ko'tarasiz. Sinfimizda hozir 12 ta 22 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa, bu degani 44 ta davlat. Meni bilan bo'lsa 46 ta. Yana bu yerda 20 ga yaqin davlat. Urushda o'sha davr siyosiy xaritasida mavjud bo'lgan mana shuncha davlat ishtirok etgan. Tasavvur qilasizlarmi? Men undagi odamlarni qanchaligini o'ylaydigan bo'ldim. Endi kimning qo'lida ko'p qog'ozlar bo'lsa, faqat o'shalar ko'tarishsin. Kimning qo'lida ko'p qog'ozlar bo'lsa, ko'proq o'zimda qolibdi, fashistik Germaniyani tarafdorlari bo'lgan davlatlarimiz nomi yozilgan kartochkalar. Bularning nomini hozir tezroq sizlarga sanab aytishga harakat qilaman. Kimning qo'lida? Hammasi o'zimda qolib ketdimi? Fashistlar tarafdori bo'lib qolaman ekanda. Jami 14 ta. 14 ta davlat Germaniya tarafida turib urushda qatnashgan. Qolgan 58 Balkan mana bittasi yo'q ekan, 58 davlatimiz esa Atlantik xartiya tarafdorlari bo'lishgan. Bu tushunarli. Qolganini keyingi
jarayonida kuzatib bora olamiz. Endi sizlar bilan urush boshlanishi eng muhim bo'lgan reja haqida gaplashamiz. Bu Germaniya tomonidan SSR davlatiga hujum qilinishining rejasi. Tarixda juda ham mashhur Barbarossa rejasi nomi bilan ataladi va o'shani siyosiy xaritasi. E'tibor beringlar, qora rangdagi bu Germaniyaga tegishli hududlar. 39-yil 17-sentyabrda Polsha ham bo'lib olingan edi. Poland deb yozilgan, bitta inglizcha xatda bo'lgan uchun. O'shani tushunib olasizlar. Germaniyani, ya'ni Adolf Hitlerning rejasi bo'yicha juda ham shiddat bilan, tezlik bilan bu SSRga qaratilgan urushni yakunlash rejalashtirilgan. Unga ko'ra shimoldan, shimoliy yo'nalish bo'yicha Leningradga, o'sha paytdagi SSR davlatining eng yirik davlat shaharlaridan bo'lgan Leningradga, markazdan Minsk, ya'ni Belorussiya orqali Smolensk va Moskvaga, poytaxtga, hamda janubdan esa Ukraina orqali Stalingrad tomon, ya'ni Kavkazga qarab yurishni rejalashtirilgan. 3 ta asosiy yo'nalishni qamrab olgan bu reja. Va bu yerda uni qachon qabul qilinganligini yozib qo'yganman, 40-yil 18-dekabr holatiga. Ya'ni hali e'tibor beringlar. Do'stlik shartnomasi qoidalarini buzish bo'ladi, to'g'rimi? 10 yillik rejasi bor. O'sha rejaga amal qilmasdan u Barbarossa rejasini SSR davlatiga qarshi rejalashtirib imzolagan. Urushning muhim voqealari darsimiz juda ham katta bo'lganligi uchun eng asosiy voqealarga to'xtalib o'tamiz. E'tibor beringlar, buni eslab qolishga harakat qilasizlar. 40-yil sentyabrda Germaniya Yaponiya Italiya o'rtasida uchlar pakti, buni yuqorida ko'rib o'tdik. Bu juda ham muhim. Urush boshlanish arafasida 21-yil 22-iyunda SSR davlati hududiga bostirib kirishi, Germaniya davlatining 41-yil avgustda AQSh, Buyuk Britaniya Atlantik xartiyani imzolayapti va sentyabrda unga SSR qo'shilyapti. 41-yil dekabr oyida Yaponiya Tinch okeandagi Pearl Harbor, bu AQShga tegishli bo'lgan-ga hujum qiladi va AQShga urush e'lon qilinyapti. 41-yil dekabrda esa Moskva ostonasida janglar boshlanib ketadi. Germaniya tomonidan nemis qo'shinlarining dastlabki jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, demak 41-yil dekabrda sodir bo'lyapti. 42-yil noyabrda Stalingrad ostonasidagi janglar, bu jang tarixda juda ham uzoq va qaqshatqich bo'lgan. 9 oy davomida shahar qamalda qolib ketgan. Nemis fashistlari qo'lida. Demak 43-yil may Italyan German qo'shinlarining Afrikani to'liq quvib chiqarilishi sodir bo'lgan holat. 44-yilda Sovet ittifoqi o'z qo'shinlarini to'liq ozod qilib o'tgan o'z hududida, hamda 44-yilda yana buningdek ittifoqchilarning qo'shini tomonidan Fransiya hamda Belgiya hududlaridagi urushlar yakunlangan va bu davlatlar ozod qilingan. Bu sanalarni yana bir ko'rib chiqib eslab qolishga harakat qilingan. Sizlarga asosiy beriladigan bilimlar qatorida turadi. Davom etamiz. Bu tasvirga qaranglar. Germaniyaning taslim bo'lishi jarayoni olingan, o'sha davrda olingan surat. Bu yerda SSR davlati soldati tomonidan bayroqning Reichstag binosi ustiga o'rnatilishi tasvirlangan. Matnga qaranglar. 45-yil 16-apreldan 2-maygacha bo'lgan muddatda Berlinda SSR davlatining operatsiyasi amalga oshiriladi va shu vaqt ichida 3-Reich, bu nemislarning 3-davlati, 3-respublikasi hisoblanadi. 3-respublikaning poytaxti qurshab olinadi hamda u zabt etiladi. Shundan so'ng Reichstag ustiga 1-may kuni, e'tibor beringlar, 1-may kuni Sovetlarning qizil bayrog'i o'rnatilgan. Mana Sovetlarning qizil bayrog'i o'sha vaqtda ko'rishlaring ham mumkin, doskamizda ham qilingan. Davom etamiz. Reichstag degani bilasizlar, nima ekanligi o'tgan yilgi darslarimizdan, bu Germaniya davlatining oliy majlisi binosi hisoblanadi. 8-may kuni Sovet ittifoqi tomonidan oliy bosh qo'mondon Zhukov boshchiligida Germaniyaning so'zsiz taslim bo'lganligi to'g'risidagi akt imzolanadi. Mana o'sha hujjatning haqiqiy ko'rinishi. Rus tilida bayon qilingan, unda so'zsiz taslim bo'lganligi va urushda ko'rilgan barcha zararni qoplab berish majburiyatini olishadi. Bu hujjatni imzolagan shaxslarni ham ko'rib o'tishimiz mumkin. 45-yil 8-9-may kunlari demak imzolashyapti. Bu yerda o'tirganlar jami 6 kishi tomonidan imzolangan o'sha akt
qaranglar sanab o'taman, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta va bu kotib hisoblanadi. Demak, inglizlarning vakillari ikkita, birinchi, uchinchisi inglizlar vakili. Ikkinchisi bu Sovet davlat ittifoqi, to'rtinchisi bu Fransiya davlatidan vakil, hammasi general marshallar hisoblanadi. Harbiy yo'nalishda, aviatsiya, dengiz floti bo'yicha. To'rtinchisi, demak, bu ham SSR davlatidan hamda oxirgisi qaysi davlat bo'ladi? Kim imzolaydi? Germaniya, to'ppa-to'g'ri. Germaniya so'zsiz taslim bo'lganligi to'g'risidagi aktni imzolab beryapti. Ularni shaxsi ham yozilgan, bular sizlarga aytsam, tanishib qolishlaring mumkin. Bu qo'shimcha ma'lumot sifatida. Endi davom etamiz. Aynan 9-may kuni butun SSR davlatida g'alaba bayrami keng nishonlanadigan bo'ldi. Va bu to'g'rida maxsus hukumatning qarori qabul qilingan. O'sha qarordan namunani sizlarga ko'rsatib qo'yganman. Endi bu qaror qanday e'lon qilganligini bir eshitib ko'raylik. O'sha paytda 9-may kuni ertadan soat 6 da butun respublika, ya'ni SSR davlat ittifoqida bir xil vaqtda, bir xil ohangda radio orqali bu tantanali ravishda e'lon qilingan va buni sizlardan eshitib olamiz. Москва. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Endi o'sha vaqtda urush kayfiyatida hamma soldatlar, nafaqat soldatlar, o'sha har yashagan insonlar ham bu bayramni juda tantana bilan nishonlashgan. 9-may butun SSR davlat ittifoq hududida g'alaba kuni sifatida keng nishonlangan. Lekin bu bayram oxirgi yillarda, xususan mustaqillikka erishganimizdan so'ng bizda o'zgartirildi. Chunki urush davridagi ishtirok etgan urush qatnashchilari oramizdan yo'qola boshladi. Shuning uchun ham muhtaram birinchi prezidentimiz tashabbusi bilan xotira va qadrlash kuni sifatida 97-yildan boshlab nishonlanishi belgilab qo'yilgan edi. Davom etamiz mavzuni. Ozgina sizlarga qiziqarliroq bo'lishi uchun keyingi voqealarni ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Farq bo'ldi. SSR davlati o'zini ozod qildi. Germaniya taslim bo'ldi. Urush tugaydimi? Urush bu bilan tugamaydi. Urush hali davom etadi. Germaniya asosiy ittifoqchisi bo'lgan qaysi davlat qolyapti? Yaponiya to'ppa-to'g'ri. Yaponiya mavzusi biz darsimizda kamroq yoritilgan, Yaponiyani qilgan urushlar. Butun o'sha Tinch okeani, Janubiy Sharqiy Osiyo hududlari, hattoki Janubiy Osiyo hududlariga u tahdid soldi. Shuningdek, SSR davlatining Sharq tomonidan asosiy raqibi hisoblanadi. 17-yil kuni 2-avgustgacha bo'lgan muddatda Berlinda konferensiya bo'lib o'tadi. Bu konferensiyada 3 ta yirik davlatning, ya'ni AQSh, Buyuk Britaniya hamda SSR davlatlarining rahbarlari uchrashib borishadi. Va unda SSR Yaponiyaga qarshi urush ochishga so'z beradi. 6-9 avgust kunlari esa AQSh davlati Yaponiyaning ikkita eng yirik shaharlarida, sanoat shaharlarida o'zining atom bombasini sinovdan o'tkazadi. Bu Hirosima hamda Nagasaki shaharlari. Birgina o'sha kunning o'zida, 2 kunning o'zida butun ikkita shahardan 100 mingdan ortiq odam qirilib ketgan. Atom bombasini sinovdan o'tkazishi natijasida. Nima uchun AQSh bombasini aynan Yaponiyaga tashladi? Yaponiyani tezroq urushni tugatishini hamda taslim bo'lishini erishish maqsadida unga bombani sinovdan o'tkazib tashlagan. Davom etamiz. Mana bunga qaranglar, o'sha nimalar natijalar, atom bombasining portlashidan olingan lavhani rasmini sizlarga namoyish etib qo'yganman. Demak, ma'lumotga qaraymiz. Vaqtimiz qisqaligi uchun 16 ming kishi bedarak yo'qolgan deyapti. O'sha voqeani o'zida 61 ming kishi yarador bo'lgan va 324 ming kishi kuchli radiatsiya bilan zaharlangan. Boyaga ma'lumotga qo'shimcha kuchli radiatsiya ta'siri bugungi kundagi hattoki avloddan avlodga irsoch holatda ham o'tib keladi. Va
tug'ilgan yosh chaqaloqlar nuqson bilan tug'iladi. Demak, shuncha vaqt o'tgan bo'lishiga qaramasdan uning ta'siri avlodlarga ham o'zini ko'rsatib kelmoqda. Yaponiyaning targ'ib qilinishi, bomba tashlangani bilan ham Yaponiya nima bo'lmaydi, taslim bo'lmaydi. Buni qaranglarki, 45-yil 8-avgustda SSR Yaponiyaga urush e'lon qiladi hamda 2-sentyabrda esa so'zsiz taslim bo'lganligi to'g'risidagi aktni imzolaydi Yaponiya hukumati. Endi bir hisoblab olamiz. Urush qancha vaqt davom etdi ekan? Boshlanish vaqti hamda tugash vaqti juda ham bir-biriga yaqin o'xshash sanalar. Boshlanish vaqtini eslaganda bo'lsa 39-yil qaysi sana bilan eslagan edik? 1-sentyabr. Tugatgan vaqti esa 2-sentyabr, 45-yil. Hisoblab ko'radigan bo'lsak 6,2 kun yoki 1 kun bilan aniqlashimiz mumkin. Demak, rosa 6 yil davomida urush butun dunyoni larzaga solib turgan ekan. Urush yakuni bo'yicha demak, bo'lib o'tgan voqealarni ko'rib chiqamiz. Asosiysi Birlashgan Millatlar Tashkilotining tuzilishi. Demak, uni tuzish bo'yicha 43-yilda hamda 45-yilda yirik davlatlarning vakillari uchrashgan va bu uchrashuvlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotini tuzish hamda uning ustavini San Fransiskoda konferensiyada qabul qilish bilan bu jarayon yakunlanadi. Endi Birlashgan Millatlar Tashkiloti nima ekanligi bu boshqa mavzu, uni haqida sizlarga ma'lumot yetadi. Qo'shimcha tarzda kitobdan olishlaring mumkin. Keyingisi, urush tugagandan so'ng o'sha aybdor davlatlarni jazolash bo'yicha sudlar bo'ladi, xalqaro sudlar, tribunallar bo'ladi. Mana shular haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Nyurnberg hamda Tokio sud jarayonlari. Bunda urushning aybdor davlatlarining rahbarlari ustidan xalqaro sud o'tkazilgan va unda aybdorlar jazolarga tortilgan. Birinchi yirik xalqaro sud Nyurnbergda, Germaniyada bo'lib o'tadi. Unga ko'ra Germaniyaning jami aybdor eng yirik rahbarlaridan 22 kishi so'roq qilinadi. Yuqorida aytildiki, qiziqarli ma'lumotlarda Adolf Hitler o'zini nima qilgandi? Otib o'ldirgan. Hali mag'lubiyatini haqidagi faktga imzo chekmasdan. Demak, bu sud jarayonlarida Hitler nemislarning dohiysi ishtirok etmagan. Uning izdoshlari Gering, Runner, o'xshab qiynadim, Ribbentrop, Gess va boshqalar adolatli jazolangan. Sudlanishlarda 3 nafar oqlangan, 7 nafar turli muddatlarga qamoq jazosiga olgan bo'lsa, 12 nafar sudlanuvchi o'lim jazosiga mahkum qilingan. Bundan tashqari juda ko'plab o'sha urushning generallari, marshallari uzoq yillik muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Keyingisi, bu yerda aytib o'tishim kerak, Nyurnberg sud jarayonidagi nemislarning 3 ta yirik tashkiloti ham nima qilinadi? Faoliyat to'xtatiladi. Ular Gestapo, SS hamda SD deb nomlangan. Ularni qo'shimcha ma'lumot sifatida yozib eslab qo'ying. Gestapo bu natsistlar Germaniyasining siyosiy politsiyasi bo'lgan. SS esa Nasional Sotsialistik Nemis ishchi partiyasining yuqorida tilga olingan nemislar ishchi partiyasi. 39-yilda Adolf, 33-yilda Hitler buni boshliq bo'lgan. Harbiylashtirilgan tuzilishi urush davridagi. Bu SS deb atalgan. Hamda SD SSning Reichsführeri, uning xavfsizlik xizmati hisoblangan. O'sha yirik tashkilotning faoliyati to'xtatilgan ekan. Yaponiyadagi sud jarayonlari Tokioda bo'lib o'tgan. Undagi voqealar bilan tanishib o'tamiz. Jami 28 nafar yapon harbiy jinoyatchilari ustidan sud jarayoni amalga oshirilgan. 3 kishi sudda ishi to'xtatilgan, 7 nafar o'lim jazosiga, 16 nafar umrbod qamoq jazosiga jazolangan. Endi o'quvchilar sizlarga Ikkinchi jahon urushi haqida butun kitoblar yozilgan, qancha ma'lumot aytsa shuncha kam. Bu haqda juda katta o'nlab kitoblar yozilgan, izlanishlar olib borgan. Biz darsligimiz doirasidan imkon qadar chiqmaslikka harakat qilishimiz kerak. O'shaning uchun qolgan qo'shimcha ma'lumotlarni kitoblardan va internet ma'lumotlaridan foydalanib o'zlaring mustaqil olib olasizlar. Desam qolishga harakat qilamiz. Sovet Ittifoqining darg'alari ko'rsatilyapti. Bu yerda boyagi akt imzolangan general Jukov turibdi. Shuningdek, Yosif Stalin, Vladimir Molotov hamda Voroshilovlar eng buyuk SSRning darg'alari desak ham bo'ladi. Ularda urush davridagi
hamda bu yerda esa fashistlar turibdi. Mana Adolf Hitler, Rudolf Hess, Paul Joseph Goebbels, Ribbentrop, German Goering, Heinrich Himmler. Bularni qanday eslab qolishlaring osonroq bo'ladi. Nemis fashistlarining darg'alari. Hammasini ko'pchiligi nomi G harfi bilan boshlanadi. Eslab qo'ying. Demak, ular nemislarning o'sha paytdagi Germaniyaning eng buyuk harbiy dohiylari hisoblangan. Urushning asosiy aybdorlari ham shular hisoblangan. Urushdagi yo'qotishlarni ko'rib o'tishimiz kerak. Qo'shimcha ma'lumot sifatida bu ma'lumotlar bugungi kunda ham har xil yoritilarda, internet ma'lumotlarida, jahon adabiyoti ma'lumotlarida, bizda darsligimizda ham. Shuning uchun umumiy hisobga olishga harakat qilaman. Jami Ikkinchi jahon urushida 61 davlat nima qilingan ekan, ishtirok etgan ekan. Umumiy urushga safar qilinganlar 110 million. 40 davlat hududida esa urush harakatlari amalga oshirilgan. 4 trillion dollarni tashkil etgan barcha xarajatlarning miqdori hamda 62 million kishi, shu jumladan 27 million esir fuqarosi halok bo'lgan urushda. Keyin yana bitta videoni sizlardan birgalikda tomosha qilamiz. Bunda faqat urushning yakuniga bag'ishlanadi. Bunda videoni tomosha qilib bo'lganimizdan so'ng sizlarga ma'lumotlarni aytishga harakat qilaman. Diqqat bilan kuzatinglar. Davlatlarning nomi hamda qiyoslanayotgan tasvirlarda. Ikkinchi jahon urushi davridagi yo'qotishlarga bag'ishlangan. Hamma kuzatsin. urushda halok bo'lgan urush ishtirokchilari askarlar bilan birgalikda tinch aholi vakillarini ham umumiy soni bo'yicha keltirilgan ma'lumot. Tasavvur qilinglar, bitta hammamiz ishlatadigan gugurtda sizlar taxminan 40 ta 50 ta gugurt donasi bor. Ana o'sha bitta donani urushda halok bo'lgan bitta inson deb qaraydigan bo'lsak, bitta inson deb qaraydigan. Bizda xonamiz to'la gugurt qutisiga to'ldirsak, o'shandanda ko'p odam halok. Bu sizlarni tasavvurlaydi, o'sha urushda qanchalik dahshatli natijalarga olib kelganligini tushuntirish uchun oddiygina bir misol bo'ladi. Bitta gugurt donasida 60 ta insonni ko'radigan bo'lsak o'rtacha hisobda.
Mana shu xonamiz yana qaytaraman. To'liq qutisi bo'lsa, o'shaning ichida qancha odam bor? Oyatiga o'sha salkam 72 million odamni halok bo'lgan. Mana shuncha odamni oramizdan olib ketgan. Bu insoniyat tarixidagi eng katta, eng qaqshatqich, eng dahshatli urush. Bu urushda o'sha davrdagi davlatlar hayotiga, iqtisodiyotga ko'rsatgan zararlari bilan emas, insoniyat tarixiga ko'rsatgan zararlaridan juda ham dahshatli. Shuncha odamlarning yostig'ini qurtganligini birgina misolda ko'rib o'tdik. Endi sizlardan olgan bilimlarimizni mustahkamlab olishga harakat qilamiz. Mavzuni ko'lami juda katta bo'lganligi uchun ozgina bugun yangi mavzuda olgan bilimlarni esga olib turinglar. Slaytimizni joyiga o'ta olmadik. Ketib qoldiga. Mana. O'zingizda olgan bilmasini sinab olish uchun oldin boyagi videorolikdan izoh beraman. Eng ko'p yo'qotishlar qaysi davlatga tegishli bo'lgan ekan? SSR davlati. Undan keyinchi 20 million Xitoy. Undan keyin kim ko'p? Germaniyaga 7 million. To'g'rimi? Orada Polsha bor. Ana shu eng ko'p o'z aholisidan juda bo'lgan. Hattoki ularda har bittasini qabrini jamlaganda umumiy balandligi 2 kilometrga kelayotganligini ko'rdik. Bu videorolik sizlarga qo'shimcha tarzda sinf gruppasiga tashlab beraman. Qiziqqanlar yana keyin tomosha qilishlari mumkin. Vaqtimizni inobatga olib, o'zimizni bilimlarimizni sinovdan o'tkazishga harakat qilamiz. Demak, sizlarga umumiy tarzda 3 ta test savol tayyorlangan. Hamma o'sha testlarni daftarda mustaqil bajarsin. Shunchaki javoblarni yozasizlar. O'qib turaman. Ikkinchi jahon urushida SSR davlati o'zining qancha fuqarosini yo'qotgan ekan? Hamma o'zi uchun belgilab qo'ysin. A javobda 7,5 million, B javobda 17 million, C javobda 27 million hamda D javobda 20 million. Ikkinchi savolga o'tamiz. Nuremberg sud jarayonida qancha kishi sudlangan edi? Bu qo'shimcha ma'lumot sifatida sizlarga boya aytib o'tdim, o'shaning uchun hushyorroq bo'lib belgilanglar. A javob 28 kishi, B javob 18 kishi, C javobda 20 kishi hamda D javobda 22 kishi. Buni ham belgilab olsin hamma o'z daftariga. Natijalarni keyin tahlil qilamiz. Uchinchi oxirgi savolimiz Germaniyaning so'zsiz taslim bo'lganligi to'g'risidagi aktni bayonotni SSR tomonidan kim imzolaganligini aniqlaysizlar. Demak, Zhukov, Molotov, Stalin, Kalinin. Bundan ham to'g'ri deb bilgan variantlarini belgilang. Men daftarlarni ko'rsataman. Belgilab olinglar. Belgilang. Vaqtimiz qisqa bo'ldi. Yaxshi, belgilangan. Mikrofon. Belgilashinglar. Belgilangan juda yaxshi. Qanday? Bora, bo'yagan qisqa to'xtatamiz. Bo'yash kerak emas. Qatorda belgilanmagan xatolarda belgilab oldikmi? Endi javoblarni o'rtaman sizlarga. Nega belgilanmaysiz? Nega? Ikkalari tezlashinglar.
Ko'rinyaptimi sizlarga o'qib beraman? Ko'rindi. Yana ishonch komil bo'lishimiz kerak. Yaxshi. Degilar. Ana endi o'zimizda singlimiz javoblarni sizlarga ko'rsataman. Birinchi javobimiz C. Hamma o'ziga belgilasin. Ikkinchi savolimiz javobi D. Uchinchi savolimizning javobi A. Endi mavzu bo'yicha test ko'rinishda oldin sizlardan umumiy baholarni chiqarish uchun kimda uchala savol ham to'liq bo'lsa qo'l ko'tarsin. Sanab olamiz 1 2 3 bu qatordan 1 2 3 4 5 o'rta qatordan 5 kishi, uchinchi qatorimizdan 1 2 3 jami 11 kishidir. Demak to'liq topilgan, bu a'lo baho degani. Keyin kimda ikkita savolimiz to'g'ri bo'lgan? 1 2 3 ta, 4 ta, 5 ta bu qatordan yo'q. Demak 5 ta, umumiy hisobda 16 kishi. 5 kishi 4 baho degani hali uyga vaysa bo'yicha baholariga qo'shamiz. Hamda qolganlar o'z-o'zidan ma'lum, to'g'rimi? 6 kishi bo'lyapti. 6 kishida bittadan to'g'ri. Qo'l ko'tarib olsin, ko'chimasdan. Bilib olaylik, Yo'ldoshevaga, yana Esonboyevaga, Odilqulova qo'l ko'tarmadingiz. Sizda yana kim qoldi? 3 kishi. Daftarlarni keyin tekshirib, darsdan keyin aniqlab olaman. Demak, 3 kishi bu degani qoniqarli, ya'ni darsga e'tibor bilan o'tirmabdi degan. Chunki bu keyingi ikkita ma'lumot darslikda yo'q edi bu. O'shaning uchun ham shuni tuzgandim, sizlarni diqqatlaringizni jamlab ma'lumot olishlaringizni so'ragan holda. O'zimizda uyga vazifamizni belgilab olishimiz kerak. Hamma e'tibor bersin, vaqtimiz bo'lib qoldi. Uyda mavzumizni yaxshilab matn o'qib kelasizlar. Ushbu prezentatsiyani sinfni gruppasiga tashlab beraman, guruhiga. Yana bir bor tanishib chiqasizlar, qo'shimcha ma'lumotlarni olgan holda. Uchinchi topshirig'imiz bo'ladi, internet materiallaridan foydalangan holda har bir o'quvchi, eshitinglar, har bir o'quvchi istalgan bitta urush ishtirokchisi bo'lgan davlatni oladida, uni yo'qotishlari haqida qo'shimcha ma'lumot topib kelasizlar. Istalgan bir davlat urushda ishtirok etgan bo'ladi va o'shani yo'qotishlariga oid ma'lumotlarni keyingi darsda sizlardan so'rayman. Darsimizda faol qatnashganlar o'zi ko'rinish, shundan bo'lsa ham aytib o'taman, eng faol qatnashgan o'quvchilarimizdan. Demak, bizda Dilnavoz, bu qatorda yigitlarimiz bor, qizlarimiz bor. Ularni qo'shimcha baholarni kundalik ko'magi elektron jurnalimizga qo'yamiz. Bizda ozgina vaqtimiz bor. Qizlarimiz bilan birgalikda badiiy chiqishimiz bordi. O'shani namoyish etib olishimiz kerak. Qizlar, sizlarga ruxsat beraman va xafa bo'lib qolgan, darsda xafa bo'lib qolgan o'quvchilarimiz ko'nglini sekingina ko'tarib qo'yasizlar. Tayyorgarlik ko'ring. Agar o'quvchi qizlarimiz sizlardan o'ldira olgan, o'ta olgan bo'lsa, bundan biz xursandmiz. To'g'rimi? Urush davrining eng mashhur SSR hayotidagi qo'shig'ini imkon qadar kuylab berishga harakat qilishdi. Bu qizlarimizga alohida rahmat va qo'shimcha tarzda baholab qo'yamiz. Shu bilan darsimiz yakunlanadi. O'quvchilar e'tiborlaringiz uchun hamda tashrif buyurgan mehmonlarimiz uchun kattakon rahmat.